Do'stlar, biz Marg'ilondamiz. Bu Marg'ilonning eng mashhur joylaridan. Marg'ilon ilovami kommentariyani yondiramiz. Bu esa o'sha mashhur ijodkorlar bog'i. Mardon aka, nima uchun ijodkorlar bog'i? Chunki bu yerga kelib yoshlar ijod qiladi. Siz ijodkorlar bog'iga kelganmisiz? Kommentariyaga yozib keting. Yoki kelmoqchi bo'lgan odamingizga jo'natib qo'ying. Marg'ilon kelganda jalyuzi pardalarga kirish esdan chiqmasin. Royal Jaluzi Marg'ilonda yangi filialini ochdi. Chet ichkariga kiramiz. Bu yerda mingdan ortiq jalyuzilarni topishingiz mumkin. Jalyuzi mahsulotlari Turkiya va Xitoy davlatidan keltiriladi. 1 yildan 5 yilgacha kafolati bor ekan. Jalyuzilarni xonadoningizga, ofisingizga, maktab, bog'cha xohlagan davlat tashkilotlariga borib o'lchab o'rnatib berish xizmatlari bepul. Mardon aka, jalyuzilarni hamyonbop ham bormi? Mana Dilfuza yarim narxiga bular xarid qilsa bo'ladi. Nimaga arzon, sifati yaxshi bas. Sifati o'sha bilan birga bir. Faqat xaridor o'zi olib ketib, uyga o'zi o'rnatib oladi xolos. Dilfuza masalan 1,5 ga 1,5 jalyuzini olib borib o'rnatib berishsa 405 mingga to'g'ri keladi. O'zingiz olib borib o'rnataman, siz 290 ming xolos. Vau, zo'r ekanmi? Pashsha chivinlardan zerikkanlar uchun yangicha turdagi mask dissetkasi ham bor ekan. Manzil Marg'ilon shahar ijodkorlar bog'ining ro'parasida, mo'ljal adres mehmonxonasining yonginasida. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga bog'laning.